Bahrom aka, o'yingizni boshlayapsizmi? Qanaqa isbot? Bo'ldi, pul olgan, tamom. O'zi siz oldingizga kelmoqchi emasdim, Qodirxon aka. Ishimni hech kim hal qilib bera olmadi. Bahrom to'g'ri aytyapti. Dalil isboting bo'lsa, ko'rsat. Pulingni beraylik. Men sizlarga allaqachon Sardorni qarzini to'lab bo'lganman. Menimcha, gapimiz tugadi. Endi bu atrofda o'ralashma. Xo'pmi? Bahrom, yurish kerak. Hop. Baribir olaman pulimni. Munis, hayoling parishon? Yo'q, yaxshi. Yo, uyda o'tirib zerikib qolyapsan. Agar xohlasang, nazokat keling bilan gaplashing. Birga ishlaysizlar. Uydagi hamma muammolar hal bo'ldi. Yo'q, qo'yavering endi. Kenayim boshqa ishchi bo'lgandirlar. O'sha payt ochilishiga bormadim. Endi odam borishga xijolat bo'lyapti. Keyin